O'zbekiston vatanimizni go'zal bo'lib ketganini qaranglar do'stlar. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rib, hammaga jo'natib qo'yinglar. Do'stlar, shu kunlarda shu Toshkentni yomonlab, chang bo'lib ketdi, u bo'lib ketdi deb ko'pchilik video chiqaryapti. Qaranglar-da, men shuncha davlatdan o'tib bildim, vatanning sog'inchini, vatanning hissini sezdimdan nima bo'lsam video qilmaylik. Bunaqa chang bo'lyapti, u yoq bo'lyapti. Qaranglar do'stlar, bu yoq chang emas, tuman. Endi nima bo'lsa ham o'zimizni vatanimizni yomonlamaylik. Qaranglar. Men ba'zi davlatlarda o'tdim, O'zbekiston tinch, hammadan zo'r deb maqtayapti. O'zimizni o'zbeklar bo'lsa mana chang, Toshkent, u yoq bu yoq deb bir ikkita videolar ko'rdim, keyin salafanning ichiga dam solib turib Toshkentga dastavka qilyapmiz, toza havoni deb videolar chiqaryapmiz. Bu yaxshi narsami do'stlar? Bunaqa yomon video chiqarsa O'zbekiston haqida umuman ko'rmanglar, bloklab tashlanglar. Kim chiqarsa ham men shu vatanimizni qo'riqlab turgan